O'zbek, bugun 5-prosedurangiz. Proseduradan keyin siz nimalarni his qildingiz? Men Qo'g'lon O'zbek. Bu proseduraga kelishimdan ikkinchi seansdan boshlab уже natijaga erishdik. O'zi tug'ayotganimda ko'pchikdan travma olgandim va уже ikkinchi seansdan boshlab shu ko'pchik og'rigi, suyagim og'rigani yengillashdi. Oldin bolamni ham olib kelgandim. Bolam faqat bir taraflama yotib, keyin balansimon bo'lib egilaverardi. Ular ham 5 seansdan keyin juda yaxshi bo'ldi. Hozir bemalol o'ngga, chapga bo'yinlarni buradigan bo'ldi. O'zingizda qanaqa? 5-seansdan keyin hozir 5-seansdan keyin o'zi yaxshi, juda yaxshi bo'lib qoldim. Ko'pchik og'riqlari ham qolyapti. Bel og'rig'im ham bor edi, bel og'rig'i ham qoldi. Orqalarim ham, jag'im ham qiyshaygan deb aytganda, ular ham yaxshi bo'ldi. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, osteopatiya o'ziga murojaat qilishingizni tavsiya beraman.